Salom do'stlar, sizlar bilan men yana Avi Games. Ancha vaqt bo'lib ketdi, video qo'ymadim. Va endi qo'yapman. Qo'yishni boshlayman. Hop. Endi oz bo'lmaydi. O'yinda davshi bo'lmaydi. Avi Game'da endi dalasa ham chiqadi. Chiqishga chiqmaydimi? Va o'yin topdim. Mening pulim 16 million va real 2017 ana shu tushganman. Ronaldoga boyni o'ynab ana oldim. Yaxshimi qo'ysam. Lekin Mbappéni qo'yamiz. Realda o'ynayapti. Lekin 2017 bo'lmagan. Uchun qo'yaveramiz. Va Barçani ham komandasini tutmayman. Menga aytinglasini. O'ynayman. Bu o'yinda 10 ta like'dan keyin kommentariyada o'zim tashlab qo'yaman. Telegram kanalimni, Telegram kanalimni va Telegram kanalimni tashlayman. Telegram kanalimda flashmod bo'ladi. Casemiro, pas, Mbappé. Kesin qilishni yomon yaxshi ko'raman. Bu videolarni qilmagan paytlardan Patkat yaxshi. Patkat yaxshi. Qilmas. Lekin bunga ham qilmas. Uni biroz Marcelo, Benzema, yaxshi. Nima qildim? O'zim bilmay qoldim Mbappé nima qilgan. Faqat ko'rib olamiz. O'zim mana bitta o'yin ketib qilaman. Sınavda bakıp tane. Dolayısıyla sipati Premier Peki ben Plevak'ta kapılmam özellikle şöyle kapaslar. Garp Belgrası var. 3A Lauje Manikusa. Bakın yanımızda zor haberler bakalım. Sarı hocalarla sarı var. Kendi koşamıyor oynamaya. Son koşamıyor. Çünkü yolda paket bir koşam. Ne bulanı. Sarı eli kızım. Sarı kızım. Pas. Sergio Ramos ambolluğu. Senga buni ko'rsatib qo'yish kerak. Qaysiga o'yinchi? Nagi ayog'ida. Biroz Realda o'ynaydigan o'yinchi yo'q bu menda. Roberto Carlos bana olmuş gerek. Mesela onu yapırsam olmuş gerek. Terma jamoalarni tuzamiz. Biza qaysi jamoani tuzaylik? Portugaliya istaganlarni yozib qoldiringlar. Masalan Portugaliya desanglar Portugaliyani so'raman. Farqi yo'q. Yes, kirana anasını direkte. Öyle. Retro oyunda bular. Eski yüzlerini yüzdürüş. Bitta paket buldu. Bu Sergio Ramos. Seni bazarkamiz. Barata oldu dur. Yaxshi. Aqlli. Suarez. Hoppa.
Hoppa. Birinchidan keyin qoldi. Reklama. Biraz reklama qoldi. Shuni ko'rdim. Mbappe urdi. Boshladi. Kim Roblox o'ynaydi? Roblox o'ynasa kimdir? Yetini yozib qoldi. Kim bu? Kim? Benzema. 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 Şöyle olsun. Ne bo'laveradi? Nima qildim? Yaxshi, now. Shu. Serxo'ga emas. Rasmiylar cross. Crosslar darba. Va endi vaqtdan ekandan tepishga harakat qilaman. Juda chiroyli gol bo'lishi mumkin. Hozir Mbappe qanday urdi? Casemiro. Mana shu yerda. Nimaga? Realda 2025-yildagi tarkibini ham tuzishga harakat qilaman. Mbappe qizil oldi. Orada endi bu videoda Realda 2024 o'yinchilar Arda Güler o'ynasa elektroligi uchun Formula 11ni qo'shmachiga ko'ramizmi? Yo'q. Kim bu? Varin. Qarachigar u ana yaxshi Varin. Varin yaxshi o'ynaydi. Tanamas bunga Varin chunki Realda o'zini o'ynaydigan butun tarkibiga mod tushmasdi-da. Peleni olishimiz mumkin. Pele'dan olishimiz mumkin. Mana shu yerdan Atın yollara mana yo'g'i. Mbappe yo'g'i. Yomon emas. Benzema boshlar. Garcia. Fin. Gol. Vay, Ronaldo yo'lda. Ochilish kerak. Qizil ochilish kerak. Kiraman o'zimni miyamda yo'qda hozir yo'q o'yinchilari qanaqa zarba qachon gol urar ekan buni shunda hech birisi boshla qo'ydi ko'rganinglarda shunday bo'ladi. Hozir daqiqalar Barsani ham o'yinchilarni tuzamiz. 2015 tuzamiz Barsadan. Keyingi videoda 2025 shunday bo'ladi. Hop, Ronaldo ochildi. Vada ochildi. Mbappe, nima uni keladi? Ronaldo keldi. Nima chiqdi? Hop, ko'rganinglarda Ronaldo eski jamoasi tarkibida charchab Biroq nima bo'ldi? Yaxshi o'yin ko'rsatdi. Dalasidan yaxshiroq transferga kiramiz. 81 qoptiring. Xo'p. 81 qopti. Nima qoptiramiz? Xullas, videoni ko'p turganlar uchun rahmat. Hammaga xayr.